Hürmetli vatandaş, liksiye şikinçe bölüp ettim sebebi uzarap gidiyordu dektordu. Bugün çislak işkemen 24. yıl, 5. ayının 28. günü heptiki seyşembe vatandaşım. Yukarıya liksiyelerimizde tamam ya ki vaziyetin devamı deyip çözsünüz buldu. Aslında de mavzu hazır okuduk. Şimdi ten çok ya vaziyeti ciddileşti. Amerika Jungo ekran söhbeti özde. Mavzula haber 5. ayının 28. günü Amerika avazına Xitay til programı e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Materyalni topshirib deydilar. Endi Tinch okean rayoni, Janubiy Jungo dengizi, Tayvan bo'g'ozi, Sharqiy Jungo dengizi qatorliq joylarda vaziyat jiddiyleşti. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Jungo Tayvan ishlariga mas'ul muavin yordamchi davlat ishlar kotibi Jungo ishlarini moslashtiruvchi Mark Lambert bilan Jungo Tashqi ishlar ministrligi chegara va dengiz okean ishlari mahkamasining boshlig'i Zhang Huangliang 5. ayının 24. günü ekran orqali ikkinchi qatimliq dengiz okean ishlari maslahatlashish suhbati o'tkazdi. Ikki taraf suhbatning mazmunini mushu hafta ichida tashqi dunyoga e'lon qildi. Biroq ikki davlat bayonotida davomli suhbatlashish va aloqa qilishni ta'kidlagandan boshqa har qaysi taraflarni jiddiy elishish rayon va dengiz tavaligi, dengiz bexatarligi jihatda ikki taraf o'rtasida zo'r ixtilof oshkorlanib chiqdi. Ikki taraf qaysi? Jungo Amerika ikki taraf o'rtasida zo'r bir ixtilof oshkorlanib chiqdi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi 5. ayının 28. gün ekran suhbat to'g'risida axborot e'lon qilib, ikki taraf dengiz usti vaziyati, dengiz ishlariga chetiladigan masalalar bo'yicha fikr almashtirdi. Aloqalashib turish qo'shildi deb ko'rsatdi. Jungo taraf Amerika tarafining Jungoning atrofida dengiz yuzida huquqi daxli taruz qilish harakatlariga diqqat qiladiganligini bildirib, Amerika tarafining Jungoning egilik huquqi va dengiz okean huquqi manfaatlariga hurmat qilishiga haydakchilik qildi. Qo'shni davlatlar bilan Jungo o'rtasidagi dengiz shirat talash tortishlarga Amerika aralashmasligi kerak. Bu yerda ko'zg'ini asosligi Filipin, Yaponiya, yana boshqa joylarni o'z ichiga oldi. Ular bilan bo'lgan Jungoning o'rtasida dengiz okean talash tortishiga Amerika aralashmasligi kerak. Guruh to'plab, yani Amerika qarshi da'vatiga guruh to'plab Amerika dengiz orqali Jungoni cheklamasligi kerak. Guruh to'plab Amerika dengiz orqali Jungoni cheklamasligi kerak. Bu Jungo tarafining vakilining fikri ekan, yoki suhbat jarayonidagi mazmun ekan, mushundaq e'lon qildi. Endi bundan burun Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi 5. ayının 27. günü axborot e'lon qilib, ikki taraf Janubiy Jungo dengizi, Sharqiy Jungo dengizi vaziyatini hamda boshqa dengiz ishlari masalasini muhokama qildi deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Jungo Xalq Jamhuriyatining xatarlik va buzg'unchilik xarakterlik harakatlariga qarta boshqa davlatlarning ochiq dengiz okeandagi erkin qatnash va harakat qilishiga aralashishlariga qarta diqqat qiladiganligini bildirib, Amerika taraf Amerikaning ittifoqdoshlariga bergan va'dasida chang turadiganligini va xalqaro dengiz okean qonunlarini qo'llashda chang turadiganligini bildirgan edi. Mushu haftaning 5-raqdi. Demek hazır deniz okean meselesi, talaş tartış, çegara meselesi
erken qatnaş meselesi, Filippinli sizlerge sözlep kelyapatymyz. Şu mesele boyunca yukarı sahalarda, yukarı jaylarda hazır Yendi Tinç Okyanu'nun vaziyeti ciddileşti deydi. Yani del şu gündü 5. ayının 28. günü şunun muvaffak oldu. Tayvan'da yeniden saylangan prezident yoki vazifege olturup iş başlayan prezident Lay Ching-de yani neme maksat onu digil bolmaydı. O armiya, deniz armiya kısımlarını gözden geçirdi. Neme orlaştırış elifbadi deniz armiya kısımlarını gözden geçirdi. 28. gün. Hesapta hazır Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'tirishga suhbat 24-27 aralıqlarda yuz bergan bo'lsa e'lon qilingan matbuot chiqqan vaqti bugun yani 5. ayning 28. kuni bu. Hozirgi vaziyatning o'ziga nima deymiz? Masalan, Tayvan nima qila olishi mumkin? Qila olishi mumkin emas vatandoshim hozir. Agar Tayvan bir ikki jumla, üç jumla qattiqroq gaplar qiladigan bo'lsa, o vaqtda Tayvan bo'g'zidan vaziyat jiddiylashadi. Endi bu yerga urush portlasa, dunyo qabul qilolmaydi. Vatandoshim buni qabul qilolmaydi dunyo. Dunyo qabul qilolmaydi, urushni qabul qilolmaydi. Shuni dedik-ku. Siz dedik Jungo Kompartiyasiga faqat Gorbachev yo'lida mangsiz bu to'g'ri yo'l. Urush qilaman deysiz, urush qilolmaysiz. Sizda bunda huquq yo'q. Sizde bunda hukuk yok, sizde bunda cüret yok. Jungo Kompartiyasi. Bunda hukuk ve cüret yokken Tayvan'a işlem kılanması. Yani bir haberde nemi depti? Hem de bu tarixtilgan bir gap mı kandak? Nemi depti desiz 10 gün işledi Jungo Kompartiyasi 300 bin kişilik askeri kısımını Tayvan'a kurallık çıkaralaydı depti. 300 bin kişilik askeri kısmını Tayvan'a kurallık çıkaralaydı depti. Qaysi kuch bilan shunday chiqaralaydi bu balki tashviqoti, balki targ'ibotdi. Balki bir popozida buning qanday bo'lishidan qat'iy nazar sizning Tayvan bo'g'izida Jungo Kompartiya urush qo'zg'ishingiz, urush qilishingizga xalqaro jamiyat ruxsat qilmaydi. Bugun chiroyli aytibsiz Jungo Kompartiyasi. Xuddi men boshda aytdim-ku, Dalay Lamaga yaqinlab kelyapsiz tashabbusiga, siyosiy tashabbusiga. Va yoki o'zingiz yangidan shaklan oldi o'tirg'i chiqib, shunday bir shaklda biz bu davlatning tashkiliy qurilmasini o'zgartimiz, da'vatamsiz Jungo Kompartiyasi. Buni qo'yib turaylik. Ondaqda yana bir shaklda masalan, yani nima deymiz? Ishqilab Jungo Kompartiyasi yoki Tayvanni e'tirof qilishga tayyorlik qilyapsiz Jungo Kompartiyasi masalan Sharqiy Germaniya, G'arbiy Germaniya, Janubiy Vyetnam, Shimoliy Vyetnam, Janubiy Chaushun, Janubiy Koreya deganda Shimoliy Koreya mush davlatlar avval bir-birini e'tirof qilish shaklida ondan keyin Berlin temini o'rib birlashtirgan masalan Germaniya. Hozir shunday ikki davlatni avval barpo qilib undan keyin mushlar ehtimollik bormi Jungo Kompartiyasi? Onda bo'lmasa nima istiyorsiz? Sizning atalmangiz o'zgarish bo'lib qoldi. Qarang bu ko'lkalik atalg'ida bu. Jungyang Jungpo. Manda aytganda Jungo Kompartiyasi markaziy hukumatı. Jungo Gongchandang Jungyang Jungpo. Mana bu gap bir vaqtlarda Gomindangning og'zidan chiqib turadigan gaplar. Bu bugun tuyuqsiz sizning og'zingizdan chiqdi. Jungo Kompartiyasi bir tayyorlik bormi nima? Hozir tasviriy jumla qarasak bu Lay Ching-de prezident Tayvanniki yomon odam deydi buni. Buning tafakkur yo'li, harakat usuli, ish boshlash usuli bu ishlarga yomon balki Rais Xi Jinping buning raqobatchi bo'la olmaydi degan gap chiqyapti. Markaziy komitet Junhua Xalq Cumhuriyati Jungo Gongchandang Kompartiyasi. O'zingiz aytibsiz Beijing Jungyang Jungpo Tayvan yerli hukumat. Mana shundaq. Ish bu shundaq asosda keladi. Ehtimol siz mush yo'l bilan bir qayerda to'xtaysiz. Jungoning Kompartiyaning birdan bir raisi desam bo'ladi, birdan bir sekretari desam bo'ladi. O odam hayot vaqtida qisqa bo'lsa-mu, lekin nayti chunqur demokratik islohot olib borgan edi.
Bu sekreterinin ismi Hu Yaobang idi. Reis Xi Jinping, özünüzü seliştirip girin. Hu Yaobang alt siyaset Tibet'e, alt siyaset Uyguristan'a. Siz bolsanız, mana 30 yıllar ötdi. Bugün günde Uyguristan'da ceza lageri qirg'in qilish, bugün Tibet'te, hozir Tibet'ning yezi kentlaridagi aholilarni ko'chirib, bir yerga markazlashtirish yoki tarqoqlashtirish. Bu assimilatsiya qilishning tunji qadami va Tibet millatini yo'qotishning tunji qadami. Bu to'g'ri xabar berdi kishilik huquqni kuzatuvchi xalqaro kishilik huquq tashkiloti. Tibet'te endi buni boshladi. Uyg'uristonda allaqachon boshlab bo'lgan. Tarqitib etish, shalanglashtirish, nüfus aholini jimiqtirish, markazlashni jimiqtirish orqali ikki mustamlika o'lka yoki rayonda Uyg'uristonda, Tibet'te bu ishlarni qilyapsiz, Reis Xi Jinping. Men o'ylayman, insonlar ko'p holatda 80% xom xiyol bilan yashaydi. İnsandaki adet benim şu. Psikologlar ne deydi ben bilmeymen. İnsan 80% ham xiyal bile yaşaydı. Ameliyat onu kıldığın 20% konkret ve reallik. Mesela bunda ham xiyalda kimlerge kartımız diye vaxtada müstabit devletlerge kartımız vatandaş. Müstabit devletlerde yaşaydığın insanlar işte ham xiyal. Ham xiyal bile yaşaydı. Mana Cöngona puralar tünügün bay olumuz, otturu burjuaziyaga aylanamiz, dollar hajlaymiz, altın hajlaymiz, muşunda qilamiz deb shunda ishongan edi. Cöngona puralari bugun nima bo'ldi? Bugun hozir Cöngoda otturu burjuaziya bo'lib yetishgan kishilar hozir qo'lidagi qacha, qo'lidagi tamoq qachisig'imi ega bo'lanmadi. Allaqachon yaga tushib ketdi. Bu yerda kapolat yo'q. G'arb devletleri, demokratik devletler qarab bakın. Bunda tüzüm evvel kanunun kapalatiga ega. Kanun aldı hem adam sözleyeleydi. Çünkü sizde bunda kapalat yok. Şuna hazır ma özgürlüğünüzü bugün birinci sözünüz Jungyang Jungpo degan sözünüzü kollaymiz. Yani bir kadem kaynaga çekilseniz Hu Yaobangning alt siyosatiga yaqinlab kelasiz, ish shu vaqtida o'xshaydi. Cöngö Kompartiyasi.